Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatuvchilar. Mana bugun yana sizlarni intizorlik bilan kutayotgan yangi ko'rsatuvimizni boshlashga biz tayyormiz. Sizlar tayyormisizlar? Biz Ersax korporatsiyamizda mahsulotlari bo'yicha, marketingi bo'yicha ma'lumotlar beramiz. Bugungi mehmonimiz Ziyayeva Sevara opa tashrif buyurdilar ko'rsatuvimizga. Xush kelibsiz Sevara opajon. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum, qadrlilarimiz. Bu kanalga kelganimizdan maqsad shu mahsulotlarimizni yaqindan tanishtirish, yaqindan bildirish va shu batlarimizni, chiroyli mahsulotlarimizni o'zingizga kerak bo'lgan mahsulotlarni xarid qilib, iste'mol qilib, natijasini bilgan holda bemalol, sog'lom va daromadga chiqish yo'llarini o'rgatamiz. Mana biz juda ham ko'p ko'rsatuvlar berganmiz. Sizlar tomosha qilgansizlar. Ko'pchilik menga telefon qilishadi. Nilufar opa sizmisiz? Aynan shu sizmisiz? Sizni biz kuzatib, 6 oydan beri kuzatib, sizga havas qilganmiz deb ko'plar chiqishadi. Kim aytaman, kim xarid qildirdi, mahsulotlar olgan ekansiz, ustozingizlarga chiqinglar deyman. Agar ustozlari bilmasa, bizlar ma'lumot berishga tayyormiz. Chunki erinmasdan ma'lumot bersak, bizga Alloh tomonidan mukofot beriladi. O'shaning uchun bugun biz o'zimizni Ersax korporatsiyamizda parashogi to'g'risida, 4 tasi bitta mamlaqa rassa zo'r o'zimiz iste'mol qilayotgan qahvalari to'g'risida, dog'larni ketkazuvchi damlar to'g'risida, batlar to'g'risida, yuzga o'xotlar to'g'risida ozgina ma'lumotga ega bo'lasizlar. Yana biz bugun Sevara opam bilan shu to'g'risida ma'lumot beramiz. Sevara opa, boshlang parashokdan. Parashoklarimiz hammasi tabiiy mahsulot. Ichida ximikati yo'q. Ximikati yo'q bo'lgani uchun bu juda ham foydali, allergiya bermaydi. Boshqa parashoklar bilasizlar, ximikatli bo'lgani uchun qo'lga allergiya beradi. Men aynan aptekadan yo'lda kelguncha har safar mana yangi yod bilan zelonka olaman. Har safar mamlaqa olib biza qahvalardan natijalar ko'rsatamiz. Hozir Sevara opam parashokdan natija ko'rsatib beradilar. Mana siz oldingi gal ko'rsatgansiz menimcha natijalarni va sizga qayta ko'rsatamiz. Xudo xolasa natijalarini ko'rib, buni natijasini ko'rgan holda ximikatli mahsulot emas, ximikatsiz mahsulotlar olinglar degan maqsadda. Mana suv quyildi. Suvga biz hozir mana shu zelyonkani soldik. Ikkitaga. Bismillah. Mana Nilufar, hozir suvga biz zelyonka qo'ydik. Ikkaloviga. Sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun men bu yoqqa qo'ysammikin? Mana bitta qoshiqda to'la o'zimizning обычный parashok, kir yuvish parashogini solamiz. Mana. Bunisiga o'zimizning Ersax parashogini solamiz. Ichida mana o'zini qo'shig'i bor. Mana ozgina solamiz, mana. Ko'ryapsizlarmi? Ko'rsating qo'shing. Mana. Bismillah. Kirmoshinkada aylantiramiz. Kirmoshinkada aylantiramiz. Mana parashoklarimizni qay darajada oqartirishini, qanaqa xususiyatlarga ega bo'lishini ko'rasizlar mana. Mana bu bizning обычный parashogimiz. Bu bo'lsa o'zimizning Ersax parashogi. Qaranglar, tursa ham o'zidan ham aylansa ham, o'sha tursa ham oqarib ketyapti Nilufar. Buni ertalabgacha aylantirsangiz ham oqarmaydi. Mana buni aralashtirmasak ham mana. Bu ko'ryapsizlarmi? Buni bunga soling, oppoq qiladi. Bilaman. Bas. Mana ko'ryapsizlarmi? Ersax parashoklarni qanaqa zo'r tabiiyligini. Mana. Hozir bu ham oppoq holatga keladi. Mo'jiza mahsulotlarimiz. Hurmatli ko'rsatuvchilar. Parashoklari, nafaqat parashoklari, hamma mahsulotlari tabiiyligi bilan ajralib turadi. Hozir tursa mana bu ham oqaradi. Sekin-tegidan oqarishni boshladi. Mana. Buni gullarimizga qo'ysak, gullarimiz ham o'g'it olib, gullab, yashnab o'sar ekan. Mana hozir bizlarniki tabiiy bo'lgani uchun sekin oqarishni boshlaydi. Mahsulotlarimiz hammasi tabiiylik bilan bu oqargunicha men
kofedan eksperiment qilib turaman sizlarga. Roltonimiz bilan. Suv sovunamiz. O'zimiz roltondan ishlatamiz. Toshib ketib qoladi-da, Nilufar. Yod solamiz bunga. Ikkaloviga ham yod solamiz. Bittasi oddiy suv, bitta oddiy suv qilamiz. 3 ta stakan kerak bo'ladi menga. Mana o'zimizning yod, hurmatli kuzatuvchilar. Bunga oddiy suv solamiz. Bu o'zimizning ersak qahvalarimiz, aziz ko'rsatuvchilar. Bular yod. Ikkalovi ham yodlangan mana. Bir-biriga ham o'tkazib solishim mumkin. Qaranglar qanaqa oqaryapti. Ko'ryapsizlarmi? Men buni eksperiment qilyapman. Hech kim bunaqa eksperiment qilmagan. Bitta yodga solib, bitta kofe damlab, oddiy suvga, bitta oddiy suv qiladi hamma ersaqchilarda. Men bunga yod soldim. Bunga ham yod soldim. O'zim uchun uyda qilib ko'rganman bu eksperimentni. Двойной bo'lish uchun sizlarga mana bunda yod ham bor. Kofe ham bor. Bizning kofe. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Nimaga qodirligini. Nimaga qodirligini. 2 marta двойной eksperiment, men birinchi marta qilishim, chunki kecha uyda qilib ko'rganman men bu narsani. Mana. Bu mana ichaklarimiz bizani, bu hurmatli ko'rsatuvchilar, bu bizani ichaklar hisoblanadi. Suvga solamiz, mana. Oddiy o'zimizda ichayotgan toza filtrli suv. Mana, umuman oqarmagan, mana. Yana yodga solaman buni. Двойной eksperiment qilib, yodlangan kofega buni solib ko'rsatib beraman. Mana, ajoyibligini qaranglar. Ichinglar shunaqa toza bo'ladi. Mana, yog'lari erib, mana hurmatli kuzatuvchilar. Mana. Ajoyib va g'aroyib. G'aroyib. Ersak kofelariga ham, choylariga ham, bedabavkalari ham gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Nilufar, qarang, mana oqardi. Ko'rdingizmi? Bu ko'karib turuvdi, oqarmasdan ersak parashogini solib, aralashtirdik, даже buni ham oqartirdi. Mo'jizaviy mahsulotlar, katta gap. Mo'jizaviy mahsulotlarimiz. Mana bugun men yana bitta eksperiment ko'rsatmoqchiman. O'zimni yuzimga men bundan survatdim. Juda ham zo'r ekan, dog'larni ketkazar ekan. Mana ozgina qolgan. C vitamini, buni kapsulasi ham bor. Bizani ersak korporatsiyamizning kapsulasi Sevaraqa yarimtasini solsangiz ham oqarib ketar ekan. O'shaning uchun yuzlaringiz chiroyli-da, Nilufar. Mana qaranglar, yod soldim. Mana qoshiq bilan buni aralashtiramiz. Mana yodli suv bu. Bundan solamiz. O'zimizni yuzimizga ishlatadigan sivaratka C vitamini. Mana. Ozgina solaman. Yarim kapli ham bo'lmadi. Lekin shunaqa oppoq qiladiki, mana. Mo'jizami? Bu mo'jiza. Mo'jiza. Ko'ryapsizlarmi? Yuzlarni shunaqa dog'larni oqartiradi. Oqartiradi. O'shaning uchun sizni ham, meni ham yuzim yaltirab yuradi. Ersaqchilar hammasini yuzi yaltiraydi. Ersak mahsulotlarini iste'mol qilgan hammasi ham ofisda kesinglar va hammamiz yuzimiz yaltiraydi. Hammamiz juda ham zo'r joydamiz. Har bitta kelgan inson aytishadi, nega sizlarning yuzinglar bunaqa? Nega sizlarning yuzinglar yartillavatdi? Chiroyli deb aytishadi. Biz ham aytamiz, ersak batlaridan, shu siviritkalaridan, kremlaridan foydalansanglar, sizlarning ham yuzinglar albatta shunaqa bo'ladi deymiz. Haqiqatdan bu to'g'ri. Mana Nilufar ham hamma siviritkamiz bor. Bizda bitta bu siviritka emas. Nilufar kollagen bor bizda. 4tasi bitta, yog'imiz bor.
gialuronoviy kislota sivritkalarimiz bor. Zo'r sivritkalarimiz. Mana ishlab iste'mol qilyapman shuni. Kollagen bizada qaranglar. O'zim ishlatyapman. Mana buni ichsa ham bo'lar ekan. To'rttasi bitta yog' ichsa ham bo'lar ekan. ham bo'ladi. Orulaga 4 xil yog'i bor ekan. Qaranglar, shunaqa sivritkalarimiz, zo'r sivritkalarimiz bor bizlar. Hammasini natijasi zo'r. Endi bizada Nilufar, o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, batlarimiz ham ich tozalovchi, hamma batlarimiz ich tozalaydi. Mana bu zada qarang, yangi mahsulot keldi. Kalsiy, magniy, D3, sink ichida 4 tasi bitta. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqa zo'r mahsulot. Bu kalsiyga boy bo'lgani uchun, bu tarkibida kalsiy bo'lgani uchun mustahkamlaydi, zichligini oshiradi. Shu mahsulotimiz haqiqiy zo'r mahsulot. Yangi kelgan bat ichyapsizmi siz Nilufar? Oldingizmi? Oilaviy iste'mol qilyapmiz. Biz ham oilaviy oldik, iste'mol qilyapmiz. Zo'r. Endi bizda suv yamaralishidan albatta shularni tavsiya qilyapmiz. Undan tashqari kollagen, mana bizda kollagen beramiz. Kollagen ham bilasizlar, shunaqa zo'r ichida komponenti ichi yoshartiruvchi xususiyatiga ega, suyeliga zo'r. Glukozaminimiz bor. Glukozamin hozir u ham suv yamarilishiga zo'r. Basveliya bor. Basveliyamiz mana bramilayn. Mana bitta basveliyamiz ham juda ham zo'r mahsulot. U даже yallig'lanishlarga qarshi, shamollashlarga qarshi basveliya suyini juda ham to'qimalarini zo'r rivojlantirib, yaxshi qilib beradi. Mana bramilayn ichki yog'larni ham eritar ekan. Ozdirar ekan. Qildim buni. Ozdirar ekan. Artritga. Qo'limda mana bunaqa suyaklari o'syotdi. Artritga ichib og'riq ichidan yomon berar ekan. Buni ichib og'riq ham kamaydi mana. Artrit, artroz, revmatizm, hamma narsalarga bizada hamma batlarimiz bir-biriga uyg'un. Bitta mahsulotimiz bitta kasalga emas, bilasizmi? Bilaman. Bir nechta kasallarga shifo bo'la olyapti. Bundan tashqari bizada bepishlikka qancha davo bo'lyapti. Bizada mana hayot ekstrakti ayol. Lipidin maka, yer bog'langan temir tikkan, zaytun ekstrakti, keyin anaqa bor. Multivitamin. Multivitamindan juda ham zo'r natija olyapti ham. Mana multivitaminimiz bor. Protek обязательно ichish kerak qon suyulishi uchun. Multivitamin, mana multivitamin mashlarni iste'mol qilsa albatta natijaga erishadi. Keyin bitta mahsulotimizni gapirmoqchiman. Kurkumis. Bu kurkumis o'zim shamollaganimda iste'mol qildim. Rosa zo'r ekan. Bitta dona kuniga ichdim. Qoningizni suyultirib berar ekan. Bu Alzheimer, Parkinson kasalliklariga miyani ishlatib berar ekan. Ayniqsa ayollar ham, erkaklar ham iste'mol qilsa bo'lar ekan. 11 yoshdan berasizlar buni. 11 yoshdan. Multivitaminlarimizda sostavi ozgina pastroq bo'lgani uchun buni 4 yoshdan berish mumkin ekan. Spirulinamizni ham 4 yoshdan. Spirulina haqida gapirib bering, rosa yaxshi mahsulot. Spirulinamizni o'sayotgan, bizlarni rivojlanayotgan bolalarimizni juda ham zo'r rivojlanib beradi, bo'ylarini o'stirib beradi, sochlarga. Bu qayerdan olingan bilasizlarmi? Dengizi tubidagi o'tdan olingan spirulina. Juda ham zo'r mahsulot. Buni kattalar yu kichiklar iste'mol qiladi. Buni sportsmenlar ham iste'mol qiladi. Zo'r mahsulotlar. Men o'zim ham ichaman, lekin nevaralarimga beraman. Keyin mana bu yerda bizada yozishadi, necha mahal ichaman deb ko'p bizga murojaat qilishadi. Hamma batlarimizda pastida yozib qo'yiladi 90 ta yoki 60 ta yoki 30 ta deb. 90 talik kapsulamizni bir kunda 3 mahal ichiladi. 60 talik kapsulamiz kuniga 2 mahal ertalab va kechqurun ichiladi. 30 talik kapsulamiz 2 mahal ichiladi. Xohlasanglar ovqatdan oldin, xohlasanglar ovqatdan keyin. Ovqatdan oldin ichilsa ta'siri zo'r bo'ladi. Keyin bizani eng anaqamiz mo'jizaviy mahsulotimiz Gribreshi. Bu yaltiroq qo'ziqorin. Eski men har safar ko'rsatuvimda gapirib o'taman, hurmatli meni kuzatuvchilarim. Bu zadagonlar iste'mol qiladigan mahsulot. Spirulina bilan bu ikkalovi tabiiy mahsulot bo'lganligi sababli buni salat o'rnida eski podshohlar, zadagonlar ishlatgan ekan. G'arib 1000 yildan oldin g'arib
Yaponiya davlatlarida mana shunaqa biodobavkalar bo'lmasa sizni ishga olmas ekan. Sevara opa, shunday qog'oz bo'lar ekan qo'lingizda. Siz ishga qabul qilish uchun ishlamoqchi bo'lib kelar ekansiz fabrikaga. Siz kuchingiz bo'lish uchun batlar ichishingiz kerak ekan. Batlar ichmasangiz, sizni kuchingiz yetmas ekan u fabrikada ishni bajarishga. Shunga ptichka qo'yilgan bo'lish kerak ekan, biodobavka iste'mol qilinganligi bo'yicha chaqaloqlardan boshlab iste'mol qilar ekan. To'g'ri gapirdingiz Nilufar. Hozir mana chet el davlatlarida bizada ximikat ishlatilmaydi, bilasizmi? Hammasida bat ishlatiladi. Bizada ham Xudo xolasa mana ancha insonlar tushunib qolishdi, bat haqida bilib qolishdi. Bu yog'iga bir 3-4 yildan keyin bizada ham albatta shu rivojlanadi. Keyin men qizimda spirulinadan natija oldik yaqinda 128 ga gemoglobini ko'tarildi. Ana. Onam ham iste'mol qildilar. Onamda ham keneyin bilan ishlayotgan ekanlar. Ana kuni borsam multivitamin ham berib keldim. Chunki multivitamin ham sostavida juda kerakli ekan onamga. O'shaning uchun bu mahsulotlarni polностью iste'mol qilish kerak. Meni qaynonam juda ham yaxshi ko'radilar. Massaj kremini. Chunki massaj tomog'im og'risa shundan yalayman dedilar. 75 yosh, 76 yosh ayol. Shunday yalayman dedilar. Mana shu ikkalovi zo'r masala. Shundan tuzalaman dedilar. Tomoq har mehmon kelganda shuni tavsiya qiladilar. Zo'r. Chunki mana Nilufar shunaqa deymiz, bizada endi bomba mahsulotlarimizdan bittasida juda ham trendga aylangan massajli krem va shu ko'knori mahsuloti. Nima uchun? Bu og'riqlarga hammasi bilasiz. Nima deydi? Varikoz deysizmi, suyak og'rig'i deysizmi, tish, bosh, migren, hamma og'riqqa shifo bo'ladigan super mahsulot. Bizada sovg'aga qo'yilgan bu mahsulotimiz. Shoshilinglar aziz hamkorlar. Maza qilib ishlatasizlar. Buni даже yo'tal, ko'k yo'tal, varikozlarga, даже bilasizlarmi, migren uchun odamlar tuzola olmaydi. Buni peshanalar atrofiga surilib, massajli krem bilan birga surilsa, migrendan ham xalos bo'lishadi. Gaymarit etmaysizmi? Gaymaritdan ham zo'r foyda-ku. 15 kunda meni hamkorlarim, surxondaryoliklarim natija olishgan. Hammada natija borki, biz chiqib sizlarga bularni hammasini tavsiya qilib ko'rsatib beryapmiz, aziz hamkorlar. Gijjalar bomba bo'lyapti. Mana bu mahsulotdan ham bo'ladi. Mana bu mahsulotdan mana shu ikkalovidan mana hurmatli mazani kuzatuvchilarimiz mana shundan shu uchalovidan zo'r natija beradi. 11 yoshdan bo'lsa mana shu kekik ham qo'shsa zo'r bo'lar ekan Nilufar. Da. Kekik zo'r. Keyin buni safrola kapsulamiz ham bor bilsangiz. Keyin bitta gapni aytaman men sizlarga. Mendan tavsiya qilishadi, nimaga 15 kun bo'ldi, 10 kun bo'ldi, nega tushmayapti deydi Sevara opa. Keyin men aytaman, bizda banyo mahsulotimiz bor, bunaqa 1 litrli hammom hojatlar tozalaydigan. Uni men o'zim yangi yildan oldin shamollaganimda ichdim. Menga ichma deyishdi, ximikat deyishdi, lekin o'shandan tuzaldim. O'sha 1 litr iliq suvga yarim krishka banyo solib, bu hafta bir marta klizma qiladi, keyingi hafta dam oladi. 3-hafta yana xuddi shunaqa klizma qilib, 4-hafta dam olib, boshqa kerak emas, gijjalar qopi bilan to'kildi. Sababi bu hamma bakteriya, infeksiya hammasini yuvadi-da u mahsulot. 15 xil virusga bilasizmi o'sha banyoni? Bizga sovg'a qilishdi. Men bu shirin sharbatni iste'mol qiling Sevara opa. Oshmasin. Vashsha shirin ekan. Ajoyib. Rahmat, minnatdormiz. Har bir yeyotgan narsamizga, har bir ichayotgan Allohim bergan ne'matlarga shukrona keltiramiz. Yana nima haqida? Shampun haqida gapiring. Shunaqa yaxshi ko'rasiz shampunlarimizni. Shampunlarimizni turi har xil turdagi shampunlarimiz bor. Mana bu shampunlarimiz bor. Mana qarag'ay shampunlarimiz bor. Aloe shampunlarimiz bor. Har xil turdagi shampunlarimiz juda ham ko'p. Chunki har xil turdagi sochlarga bo'ladi. Bio shampunimiz har xil turdagi sochlarga tushadi. Qarag'aylarimiz даже oqartirgan sochlarni qoraytirish xususiyatiga ega. Zo'r shampunlarimiz, bir xil sitrusli shampunlarimiz bor. Ular qurib ketgan sochlarga juda ham zo'r. Undan tashqari mana shu tonik bu. Sochni yuvib bo'lgandan keyin ozgina nam holida tegiga, tolalariga sepsanglar, kal sochlarning sochini o'stiradi. Tolalarni mustahkamlab beradi. Yana yog'imiz bor edi, Nilufar. Uni sursa, qosh kipriklarni ham o'stiradigan mahsulotimiz bor edi. Bizda hozir mutta qolmadi. Juda ham zo'r mahsulotlar, hammasi talabga javob beradi.
Keyin bizada jiddiy mevalarimiz bor. Bu anaqadan, allergiyadan, tanada yaralar, toshmalar bo'lsa, buni cho'milsa, rosa zo'r natija beradi. Har xili bor bizada. Turma-tur har xili bor. Psoriaz, ekzemaga ayniqsa mana shuni ishlatishadi. Toshmalarga, issiqlik toshganda shu zo'r mahsulot. Buni qilib turib, bizada keyin vujud kremimiz bor. Vujud kremimizdan so'ralsa, psoriaz, ekzemalardan ham natijalar zo'r. Meni kichkina qizimda oyog'ida ozgina allergiya bo'libdi, shokolad ko'p yegani hisobiga. Bunda yuvib, kechki paytga surganimda quritib, maydalab tushirib yubordim. To'ppa-to'g'ri. Menda ham natija bitta klientimda bo'ldi. Boshlarini tagiga oq qazg'og'iga o'xshab psoriaz shunaqa to'kilib ekan. Shunaqa yomon bo'ldi. Ana o'shandan men shuni tavsiya qildim. Vujud kremini surishdi yoki kubik krem bor. Ana o'shandan natija zo'r bo'ldi. Nega biz Irsaxdamiz? Men 20 ta kompaniyada ishlab ko'rganman, opa. Men ketganman, yozilib ishlamasdan ketganman, lekin bu mahsulotlar meni kofe olib qolgan. Mana shu kofedan zobdan natija ko'rganman. Keyin spirulina qo'shib ichganman yoniga. Men 8 xil bat ichaman kuniga. Ovqatim asosan men zavtrak qilmadim. Bu kofeni ichib keldim. Hozir yana ichaman shu kofeni. Keyin ovqatlanishimiz mumkin. Rosa zo'r. Irsaxda har bir ishlagan odam o'zini ovqati, albatta, nima deydi, kechki ovqati, ertalabki ovqati hammasi shu batlardan iborat bo'lib qoladi. Chunki yoshartiradi. Zaytun ham tomizib ichsa, vashsha zo'r bo'ladi. Ozadi bundan. Ichaklarni tozalaydi. Yosharadi. Sizga super natija. Men oldin qahva ichganimda ovqatdan keyin kechki paytga dars o'tishimdan oldin ovqatdan keyin ichardim-da, semirayotgan ekanman. Hozir mana shu bir hafta ichida men bir bakal qahvaga zaytun bitta pipetka tomizib ichganimda, mana qarang, figurniy bo'lib ancha ozib qoldim. 2 kilogram ozibman, hurmatli hamkorlar. Natijalar zo'r. Bizada har doim natija bo'lib kelgan. Ayniqsa bizada yosh bolalarimizdan tortib keksalarda natijalar hammasi yaxshi. Sizlarga yana bitta super natija ko'rsatmoqchiman. Tabii. Ichim qizib ketyapti. Oldin ham ko'rsatganman, lekin hozir shuni ko'rsatmoqchiman. Ushlab tura olmaydi Nilufar. Albatta hamma narsani ko'rsatadi. Yo'q, bu shunaqa yaxshi ko'raman bu mahsulotlarni. Hamma sevadi. Bu Irsaxga a'zo bo'lganinglardan keyin tashlay olmaysizlar. Sehrlanib qolasizlar bu mo'jizaviy mahsulotlarga. Bu delfin latta. Men asosan salfetkada qilardim, bilsanglar. Delfin lattada ham ketyapti, qaranglar. Delfin lattada uncha-muncha dog' ketmaydi, lekin hurmatli gruppadagilar, hurmatli kuzatuvchilar, bizani sevib tomosha qiladigan muxlislarim. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Bizga murojaat qilishinglarni so'rayman. Har doim bizani nomerlarimiz ekranni tagida bo'ladi. O'sha ekranni tagidan bizga aloqaga chiqasizlar. Biz sizga mahsulotlardan ma'lumotlar beramiz. Ishlamoqchi bo'lsangiz, noldan boshlab ishni ham o'rgatamiz. Biz yonib ishlaymiz. Men o'zim tuta olmayman. Nilufar sekiroq gapir, Nilufar unaqa qil deb hamma menga ozgina gapirib turishadi, lekin buni iloji yo'q. Sevara, bu tug'ma kirgan talant menda. O'zgarmasam kerak deb o'ylayman. Yo'q, mahsulotlarni endi sizlar yaxshi ko'rib, iste'mol qilganinglardan keyin albatta natijasi ketyapti, qaranglar. O'zinglar shunaqa gapiradigan bo'lib qolarsizlar. Voy, shunaqa yaxshi ko'raman, men bilmayman. Mana ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Mana kechaginda qaynopamda ham ozgina ovqat yeganda bitta tomizib qo'ydilar-da, men ham tomizib qo'yaman bir xil paytda. O'shanda men yuvib berdim. Hali so'rayman natijasini. Sizlarga keyingi ko'rsatuvda aytaman. Mana oqaryapti, ko'ryapsizlarmi? Hozir bu turgan sari oqaradi bu. Turgan sari o'zi. Turgan sari oqaradi. Mana natija sizlarga. Hidi ham zo'r. Buni-chi gulga qo'ysa ham zo'r, Sevara opa. Ofisda o'tirganimizda gulga qo'yuvdik, bilasizmi? Suvga aralashtirib. Archalarimda qurisha boshladi archalarim. Shunda aytishdiki, bu kanalagan bo'lsa kerak. Deyishganda men sirazi banyodan qildim, buni qo'shdim-da suvga. Esa pisha boshladim. Hammasi to'kilib tushdi. Zo'r. Natija zo'r mahsulotlarni ham o'stirib beradi. Da.
Xudo xolisa, Sevar opam Ersax korporatsiyasi bronzasi, men Ersax korporatsiyasi serebrosiman, bir qadam oldimman. Xudo xolisa bitta qoldi. Inshaalloh mana shu oy keyingi oyga harakat qilib, Sevar opam bilan birgalikda oltinni yopamiz. Xudo xolisa. Sevar opam Xudo xolisa katta natijalarga erishish niyatida, Xudo xolisa katta ishlarni boshladilar. Inshaalloh birgalikda agar kimga mana shu mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kim ishga kirmoqchi bo'lsa, albatta pastda qoldirgan telefon orqali murojaat qilib, aloqaga chiqishinglar mumkin. Biz kutib qolamiz. Noldan boshlab o'rgatamiz, Nilufar. Kremlarimiz ham bor, gapirib o'taylik. Albatta, kremlarimiz. Sonsiz zashitkalar bor. Bu kremlarimiz oqartiruvchi, yuzdagi dog'larni ketkazuvchi, ugridislarmi, har xil turdagi toshmalarga hammasiga zo'r. Даже SPF kremlarimiz bor, quyoshdan zo'r saqlab beradi. Ko'z tegiga mana shu kremimiz ham zo'r. Ko'z nurini ham ravshan qilib beradi atrofida. Mana bu SPF kremimiz quyoshdan zo'r saqlab beradi. Nima deydi? Shifolab beradi. Juda ham zo'r. Mahsulotlarimiz hammasi tabiiy. Ichida hech qanaqa ximikati yo'q bizning mahsulotlarimizdan. Bemalol foydalanib, olib ishlatsanglar bo'ladi. Ishonarli. Mana ketdi o'sha. Ketdimi? Ha, mana. O'sha hozir turgan sari ketadi, Nilufar. Mana. Biz juda ham zo'r joydamiz. Sevar opa, juda hamda maqsadimiz katta. Biz maqsadga loyiq insonlarmiz. Bu korporatsiyaga kirib kelgan inson maqsadi bo'lmasa ishlay olmaydi. Albatta. Maqsadi bor ekanki, $1,500 oylikka chiqdik, Sevar opa. Agar maqsadimiz bo'lmasa, unaqa oyliklarga chiqa olmasdik. Xudo xolasa 30 million daromad, 50 million daromad. Men niyat qildim, Sevar opa. Noyabr oyida buyuk seminarimiz bor. O'sha Turkiyaga bormaganman, buyuk borganman, boshqa ishlar bo'yicha borganman. Lekin bu Ersax korporatsiyasidan inshaalloh Alloh izni bilan niyat qildim, astoydil direktor lavozimida bo'lib, siz ham direktorni balini ochib lavozimida bo'lib boramiz, Xudo xolasa. Birga ochamiz. Katta sahnalarda nima desam, baribir ham ustozimiz Sanvar Askarovadan minnatdorman, chunki ularni chaqirib birgalikda ishlamoqchimiz. Birgalikda sahnalarda birga turmoqchimiz, butun Ersax oilamiz bilan. Albatta ustozlar bilan, ustozlarning duosi bilan mana shu darajaga kelamiz. Inshaalloh hammamiz birgalikda katta sahnalarda boshqacha turishni xohlayapman. Taqdirlanishlaringiz boshqacha bo'ladi. Biz borib o'sha yerda taqdirlandik, vobshe chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa Nilufar ham borib direktorlikni, Xudo xolasa birgalikda qilamiz. Maqsad qo'ydim, shukronalar yozdim, haqiqatdan yurakdan yig'lab so'radim Allohdan. Bo'ldi endi Nilufar dankasachilikni yig'ishtir. Endi bosib qattiq ishlashing kerak deb o'zimga o'zim oynaga qarab so'z berdim. Chunki ustozim Sanvar Askarova menga direktorlik ro'molini berdilarmi? O'sha direktorlik ro'molidan men energiya olib ishlashim kerak. Ertaga men direktor bo'lsam, sizga bersam direktor ro'molini, siz energiya olib ishlaysiz. Bu arzimagan narsa bu. Mana hurmatli bizani kuzatuvchilar, men ishqalab sizlarga mana oppoq qildim, mana ikki tomonni ham oppoq bo'ldi mana. Bizani Ersax korporatsiyamiz mahsulotlarini anaqasi. Natijasi. Sevar opa, biz qancha daromad olamiz? Voy. Ersaxdan. Natijalar zo'r, daromadlar ham zo'r. Chunki sir bo'la qolsin, Nilufar. Nima deydi eskilar? Успешный любит тишину deydimi? Muvaffaqiyatli insonlar sirni yaxshi ko'radi. To'g'ri. Agar bizga pastdagi ekranlarga qo'ng'iroq qilasiz, nomerlarimiz qo'yilgan pastda, o'sha ekranni tagidagi anaqalarga murojaat qilsangiz, telefon nomerlarga, biz Sevar opa ikkalamiz sizlarga qulog'ingizga alohida qancha daromad olishinglarni etamiz, sizlarni noldan ishlab natijaga chiqarishni o'zimizdagi qilishni xatyabi o'rgatamiz. Eng kamida bizdagi bo'lasizlar. Az hamkorlar, albatta kutib qolamiz. Telefon qilib aloqaga chiqinglar. Ersax kutib qolamiz. Çok güzel. Zo'r. Sevar opa, Ersaxda katta direktorlarimiz 600 milliongacha daromad olishadi. To'ppa-to'g'ri. Biz ham nima qilamiz? Albatta olamiz. O'shanga talpinib yuksalamiz. Albatta. Ersax juda ham zo'r. Mana ko'ryapsizlar, mahsulotlardan natijalarni gapirdik, kremlaridan, har xil uy yuvish vositalaridan hammasidan foydalanib ko'rganmiz. Natijasini o'shaning uchun sizlarga bo'lishyapmiz. Nilufar, Labbay.
Nima qilamiz? Taklif qilib qolamizmi? Da, sizlar agar xuddi bizaga o'xshab ishlab taklif qilsanglar, katta mana shu yerda qancha mahsulot turgan bo'lsa, har birini $100 dan tasavvur qiling-da, shuncha 10 ming, 20 ming dollarlab oylik olasizlar sizlar ham eng kamida. Bizda eng katta, bilasizlarmi nimani aytaman, sirini men sizlarga? Binarda ishlaganlar ham klassikani maqtayapti. Chunki eng katta, eng muvaffaqiyatga erishgan o'sha chet ellik, yevropalik, amerikalik setiviklar, mana setovoy marketingda ishlaganlar klassikani zo'r degan. Klassikada eng milliarderlar bo'lar ekan. Chunki klassikada to'xtov yo'q. Ketaverar ekan. Binarda ikkita olib kelib orqasidan olib kelguningcha klassikada o'sha millioner bo'lar ekan. Halolligi ham shunda. Albatta. Bizda bitta sirni gapiraman, mayli. Eng tepada Turkiyada o'sha kompaniyada birinchi yozilgan insonimiz $125 ming oyiga olar ekan. Tasavvur qiling, milliarder-da. Albatta harakat. 1 milliard bir yilda. Shunga yeta olmaymizmi? Biza dangasalik qilmasak, aniq 24/7 soat ishlasak, shunaqa ko'rsatuvlar bersak, biz ham 600 million daromadga chiqamiz. Mana insonlar bor ish topa olmayapti. Nilufar ish topa olmay, qanaqa ish qilishini bila olmay yurishadi. Men aytaman, mana bor bizada ish. Ishlashsa albatta shu natijalarga erishadi. Biz o'rgatamiz. Albatta noldan boshlab o'rgatamiz. Yordam beramiz. Marketing mahsulotlar to'g'risida ma'lumotlar berganimizdan keyin siz yanada oldin birinchi o'zingiz mahsulotlardan iste'mol qilib olasiz, natija ko'rganingizdan keyin sayriysiz. Yana Nilufar qo'lida puli bor. Shifo topa olmayotgan insonlar qancha. Mana bizlarning batlardan shifo topib qanaqa natijalarga erishadi. O'shaning uchun aytamanki, kelishsin, shifolanishsin, albatta duo ham qilishadi. Men 5 yildan beri aptekaga kirmayman. Mana shu yod bilan zilyonka uchun majbur kirdim men, to'g'risi. Men aptekaga kirmayman, chunki 5 yil oldin boshqa kompaniyalarda ishlab ko'rganman-da, ularning mahsulotlarini iste'mol qilganman. Har bir kompaniyada eslab qolinglar, mahsulotlari yomon emas. Prosta ularni marketingi berayotgan pulida farqi bor. Eng kuchli, eng katta daromad beradigan korporatsiya bu Ersax, chunki 8 ta zavodi bor. Halolligi bilan ajralib turadi. Bitta mana shu Ersax kompaniyasiga Arabiston davlatida ISO, GMP sertifikatlari berilgan, Nilufar. Yaqinda yana Turkiya ulamolaridan, imomlaridan Ersax korporatsiyamizning prezidenti marketingimizni ham halol degan sertifikatini olib berdi bizga. Albatta. Nalogimizdan eng katta nalog to'lar ekanmiz. Meni yatitim bor, yatitni ochib, shogirdlarim o'zimiz birgalikda oyligimizni olamiz. Shogirdlarim ham yatitni ochgan. Hammamiz o'zimiz daromadimizni olamiz, premium beradilar Ersax korporatsiyasi. Ishlagan natijamizga qarab, ishlaganimizga qarab, mehnatimizga qarab oylik beradi, to'laydi. Lekin shunaqa katta daromad beradiki, oyliklarimiz oshdi. 3 baravarga oshgan. Albatta. Sizlarni kutib qolamiz. Oldin 100 ming so'm chiqayotgan bo'lsa, hozir 300 ming so'm chiqyapti. Oldin 3 million chiqayotgan bo'lsa, hozir 6 million chiqyapti. 6 million olayotganlar 12 million olyapti hozir. Kelasizlarmi? Sizlarni kutib qolamiz biz. Zo'r. Taklif qilib qolamiz. Aziz hamkorlar, hammalarni yaxshi ko'rib qolamiz. Ersaxni çok seviyoruz. Albatta. Biz konuşuyoruz Türkçe'de. Çünkü Türkçeni o'rganishimiz kerak. Biz Türk korporatsiyasida çalışıyoruz. Ham sog'lom bo'lasizlar, ham boy bo'lasizlar. Shunaqa turkchani gapirishni yaxshi ko'raman. Turklar bilan gaplashib, yanada katta daromadga chiqish xohlayman. Chunki siz turkcha gapirsangiz, turklar yanada sizni yaxshi ko'radi. O'sha kompaniyamizda tepadagi mintaqaviy direktorlari hammasi sizni hurmat qiladi. O'shaning uchun Sevarib akalarimiz turkcha o'rganib, biza turkcha gaplashyapmiz-ku. Konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Bye bye. Hoşça kalınız. Güle güle.